Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlarım, Allohning salomati va mag'firati barakati bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni boshlaymiz. 36-cho'ng gunoh. Suyuqlikdan saqlanmaslik. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bu suyuqlikdan saqlanmaslik masalasi Hristiyanlarning alomatlari bular saqlanmaydi, ko'rinmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo Sura Mudarrisning 4-oyatida mundaq deydi. Kiyimingni pok tut. Kiyimingni pok tut. Mayli qandoq menachilikdan bo'lsin, kiyimni pok tutish kerak. Bu yerda Alloh taolo bizga o'zining kalomi bo'lgan Qur'oni Karimda bayon qiladi. Kiyimingni pok tut. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki qabrning yenidan o'tib ketib, bu ikkisi azoblanadi. Ular cho'ng gunoh tufayli azoblanmay o'tibdi. Ularning biri chiqimchilik qiladi ekan, yana biri sudikdan saqlanmabdi ekan dedi. Birlikka hadis. Bu hadis İslam alimida mashhur hadis. Payg'ambar alayhissalom ikki qabrning yenidan o'tib ketib berib, Moşu ikki qabrdagi yatqanlar azoblanadi. Uning birisi chiqimchilik tufayli, yana birisi sudikdan saqlanmagan qilmish tufayli deb bayon qilgan. Hamda buniki yana boshqa variantlarda bir ikki yog'ochni o'shtirib, ikkisiga tikib qo'ygan, tiqib qo'ygan. Mushu yog'och qurib ketgicha bular azobdan saqlanib qoladi deb. Shunga o'xshash mazmunda hadislar ko'p. Shunga bu sudikdan saqlanish kerak. Shariatniki hukmida o'rniga kirgan ekan, yuvib chiqish kerak. Bedenli kiyim-kechaklarni sudikdan saqlamagan kishining namozi qabul qilinmaydi. Bu Naim Hila Zibozinnat namli asrda Shafi ibn Mat'i Asbahiydan rivoyat qiluvdiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan. 4 turli kishi bo'lib, ular do'zax ahlining azobi ustiga azob qo'shiladi. Bu 4 turli kishi Hamim degan do'zaxning ismi. Hamim bilan Jahim do'zaxning ismi. Orasida to'xtamay yuguradi va voy esit, holimizga voy deb to'laydi. Do'zax ahli bir-biriga qarab, bular qanday insonlar? Azobimiz yetmagandek ularmi azobimizga azob qo'shyapti deydi. Bu 4 turli kishidan biri cho'g'dan yasalgan tavut ichiga solinadi. Ikkinchisi uchay bag'rini so'rab yuradi. Uchinchisi og'izdan qonjiroq eqib yuradi. To'rtinchisi o'zining go'shini o'zi yeydi. Do'zax ahli tavutdagi kishiga Allohning rahmatidan yiroqlashtirilgan bu odam nima gunoh qildiki, tortayotgan azobimiz yetmagandek, bumi bizga azob qo'shyapti-ku deydi. U Allohning rahmatidan yiroqlashtirilgan bu odam kishilarning haqqini yeb o'lgan deydi. Do'zax ahli uchay bag'rini so'rab turgan kishiga Allohning rahmatidan yiroqlashtirilgan bu odam nima gunoh qildiki, tortayotgan azobimiz yetmagandek, bumi bizga azob qo'shyapti-ku deydi. U Allohning rahmatidan yiroqlashtirilgan bu odam sudik tekkan joyga parvo qilmaydi va u yerni jumaydi deydi. Do'zax ahli og'zidan qonjiroq yaqayotgan kishiga Allohning rahmatidan yiroqlashtirilgan bu odam nima gunoh qildiki, tortayotgan azobimiz yetmagandek, bumi bizga azob qo'shyapti-ku deydi. U Allohning rahmatidan yiroqlashtirilgan bu odam sat gaplarni anglab huzurlanadi deydi. Yana bir rivoyatda u insonlarning go'shini yeydi, chaqimchilik qiladi deydi deyilgan. Do'zax ahli o'zining go'shini yegan kishiga
Allohning rahmatidan jiroqlashtirilgan bu odam nima gunoh qildi ki tortayotgan azobimiz yetmagandek, bumi bizga azob qo'shyapti-ku deydi. U Allohning rahmatidan jiroqlashtirilgan bu odam insonlarning go'shini yeydi, ya'ni chaqimchilik qiladi deydi. Haysami bu hadisni Tabarani rivoyat qilgan bo'lib, ishonchlik sahih hadis. Allohning fazli karamiga iltijo qilib, Allohdan mag'firat tilaymiz. Bizni Allohning afo qilishi va haq yo'lga boshlashi uchun barliq qardoshlarimizni Allohning azobidan saqlashi uchun duo qilishimiz, Allohdan mag'firat tilashimiz, Allohga aqidamizni pok, e'tiqodimizni mustahkam qilib, Allohga yalvarib, yig'lab tövbe qilishimiz kerak qarindoshlar. Derslerimizni Alloh taolo barliq qarindoshlarga manfaatli qilib bersin.